davlat tashkilotida ishlovchi xodim mehnat ta'tili tugamasdan ish faoliyatiga qaytishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksining 232-sonli moddasiga binoan ish yili davomida mehnat ta'tilidan chaqirib olishga faqatgina xodimning roziligi bilangina yo'l qo'yiladi. Mehnat ta'tilidan foydalanmay qolgan muddati o'sha yilning o'zida yoki Mehnat kodeksining 230 va 231 moddalaridagi talablarga rioya etilgan holda keyingi yilda berilishi kerak. Xodimlarning 18 yoshga to'lmaganlari, homilador ayollar, og'ir va o'ta og'ir ish faoliyati bilan band bo'lgan xodimlar mehnat ta'tilidan chaqirib olishga haqli emas. Ushbu norma barcha tashkilot, muassasa va korxonalar uchun amal qiladi. Davlat tashkilotida ishlovchi xodim o'z ixtiyoriga binoan ishga qaytishi mumkin. Beruvchi xodimni chaqirib olish kerak. Biroq xodim mehnat ta'tili tugamasidan avval o'zining mehnat ta'tilining tugatilishini va ishga chaqirib olishini ish beruvchidan talab qilishga haqli emas.